Assalomu alaykum baraka. 363 challenge ve 185 gün hazır qiziq voqea ro'y berdi. Ya'ni birisinden kompyuterni so'rab turibdim. Flashga operating sistema yozib turib, uni o'zim kompyuter o'rnatishim sababi hazır Arcanois operating sistemasini o'zim kompyuter sinab turgan vaqtimda error berdi. İçindeki sistema o'chikdi. Ya'ni men o'zim yasab turgan sistemaga ishonib, o'zimdagi sistemani o'chirdim. Men esa sistemada xatolar chiqdi, kompyuter ishlamay qoldi. Ya'ni kompyuterimni ko'rishga qoldi. Поставляю biraz bular buzuq put desa bo'lar. Keyin internetdan qidirdim. Telefonda flashga operating sistema yozib bo'ladimi deb. Bo'lgan programmasi. Ya'ni telefonda ISO formatdagi fayl tortib olib, Windows yoki Linux boshqa sistema tortib turib, OTG'ga hablab turib, hava flashga jo'natib turib, flashga operating sistemani telefoningizdan yozsa bo'lar ekan. Programma adı H-Droid. Androidlar açıştır.